Hammaga assalomu alaykum. Mod qo'shdi ko'pchilik bilmas ekan. Bugungi videoda mod qo'shdi, ya'ni mod 1.1 ga qo'yishni bilmaydiganlar uchun. Keyin videoni ham bo'ladi hali. Mana igratda bosam, mod yuklab bo'lganmisizlar. Biladiganlarga kerak emas. U oddiygina qilib qo'yamiz va modlarimizni birinchi bo'lib mana bu cheat degan bo'linma bor. Ko'rsatay. Shunaqasi chiqib turgan bo'ladi. Cheat bo'linmasi. Mana shu bo'linmadan kerak narsa mana buni yoqib qo'yishimiz kerak. Yoqmasa bo'lmaydi. Nabor resursov degan joyda bo'lsa modlarimiz turadi. Buni yoqib chiqsanglar bo'ladi. Mazza qilib o'ynaysizlar. Bo'lma shu ikkita modda yoqdim. Soda deb bosasizlar. Kelgandan keyin videoni yoqib mana yoqdim. Videoda paydo bo'ldik. Mana bunday joyga mana bunday narsa turgan ham bosasizlar. Agar cheatlarni shoqqansizlar mana chiqadi. Mana ko'rishim mumkin mana. Do'stlar mana ko'rishim mumkin. Mazza qilib o'ynaydigan. Assalomu alaykum deb mazza qilib video olsanglar bo'ladi. Bo'layotgan mod mana bir hafta kreativga to'g'risini qarayman. Shunaqa modlarni Spedle'dan olasizlar. Spedle'ni bilmaydiganlar uchun alohida video chiqaraman. Ko'rib borish, kanalimni ko'rib borishni davom etinglar. Agar bir ozginagina obunachilarimiz ko'payib, prosmotrlar ko'payib qolsa, videolar kundan-kunga oshib boradi. Do'stlar.